Bu dal Amerika hökuməti tərəfindən insanların çəklənən rayonu deyə qaralğan joy Cənubi qutb. Undaqda Cənubi qutb nima üçün insanların çəklənən rayonu deyə qaraldı? Bu Cənubi qutbning havo klimati bilan munosabatlikmi yoki keng ketgan muzluq ostida birə yeshilmagan sir va bayqalmagan xatarlik jonliqlar mavjudmi? Muz bilan qoplanganiga 4000 yildan ortiq vaqt bo'lgan Antarktika quruqligida siz o'ylab baxmagan har xil g'adid ishlar yuz berishi mumkin. Bu yerga berib tunji bo'lib siz dengiz ustida laylab turgan muzlarni ko'rasiz. Tashqi qiyofatidan qarasangiz bularning hammasi dengizda laylab yurgan qor yig'indisiga o'xshaydi. Ammo uning asli qiyofati dengiz ostiga necha yuz metr so'zilgan muz tog'dan iborat. Bizning ko'zimiz bilan ko'rayotgan bu laylab turgan qor yig'indilari amaliyotda muz tog'ining 10dan 1 qismi xolos. Uning ustiga muz tog'ining ostidagi cho'nqir dengiz rayonida insonlar oyoq besib baxmagan joylar intayin ko'p. Mundaqcha desam bizning Antarktikaga bo'lgan tushunchimiz Marsga bo'lgan tushunchimizdan oz. Ammo fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib insonlarning bu joyga bo'lgan izlanishlari ma'lum darajada yangi bo'lgan bayqashlarga erishdi. Buning ichida eng ko'rinarli bo'lgani bu joyning muz tog' ostidagi jonliqlarga bo'lgan bayqashlar bo'ldi. Qani undaqda biz bugun suv osti kemamizni haydab Antarktikadan iborat bu dengiz rayonida zodi qanday jonliqlar bordi ko'rib boqaylik. Suv ostiga 20 metr cho'kishimiz bilan g'alati ishlarning sirliq pardasi ichilishga boshlaydi. Bu joyda siz tikolatda turgan nurg'ulg'an yo'g'on to'riklarni ko'ra olasiz. Shuning bilan bu zodi qanday nas bo'lib ketdi deb qo'rqishga boshlaysiz. Lekin yaqin kelib shuni bayqaysizki, buning hammasi tatliq uyquda uxlayotgan Moshangjing, ya'ni ishparkitdan iborat. Suv osti kemangizni haydab davomli suv ostiga 100 metr cho'kkan vaqtingizda siz yiliq muztog'larning eng ostini ko'ra olasiz. Bu chog'da qorong'ulik sizni qo'rqitishga boshlaydi. Davomli cho'kib 200 metrga borganda ko'z oldingiz nurg'ulg'an yulduzlar bilan qoplanadi. Shu zamat kallangizda bu narsalar zodi nimadi? Biz boshqa bir dunyoga kelib qoldikmi nima deb o'ylayotganda shundoq chiroqni yondirib, oldingizdagi bu yulduzlarning amaliyotda bir xil jonliq, ya'ni rakdan tarqalayotgan nur ekanligini bayqaysiz. Isbotlanishicha, bu joydagi rakning soni 700 million tonnadan ortiq bo'lib, ular insonlarning dengizdagi ochliq ombiri bo'lib qolmay, mushu joydagi jonliqlarning asosiy yemaklik hisoblanadi. Bu joyda rakdan boshqa narsa yashamaydi ekan deb turishingizga siz atrofingizdan dengiz osti gulligini ko'ra olasiz. Diqqat bilan qarasangiz, buning o'simlik emas, balki o'simlikka o'xshaydigan suv osti jonliq ekanligini bayqaysiz. Davomli menga 500 metrga cho'kkanda intayin sirliq bo'lgan dunyoga kiramiz. Bu joyda insonlarni hayron qoldiradigan jonliqlar yashaydigan bir joy. Ko'z oldimizdagisi bo'lsa bir xil qurut. Uning badanining cho'nligi intayin odamni hayron qoldiradi. Uningdan boshqa siz bu yerda tosh qiyofati bo'ljirganga o'xshaydigan bir jonliqni ko'rasiz. Uning qarab shunda qo'rqib ketsizki, bu zodi nimadi deb qolasiz. Chunki uning bir ko'zi bo'lsa ustiga qaraydi, yana bir ko'zi bo'lsa ostiga qaraydi. Bu xil tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi alohidlik uni nurg'ulg'an kushandlardan saqlab qolgan. Buni ko'rib shunda hayron bo'lib turishimizga fantaziyali kinolar chiqargan yana bir jonliq ko'z oldimizda paydo bo'lib, bizni hayron qoldirdi. Bu jonliqning ismi bo'lsa Tung Yangu. Udul tarjima qilsak Tung ko'zlik beliq. Uning ko'zi bo'lsa dal ashu mingisidagi chaqnayotgan joyga joylashgan. Siz davomli cho'kib 800 metrga yetganda uzunligi 20 metrdan oshadigan cho'ng medozani ko'rasiz. U dunyodagi ko'rish eng tez bo'lgan jonliqlardan birisi. Hozirgacha insonlarning bayqagan bu xildagi cho'ng medozasining soni oraliq 130 ta. Cho'ng medozani ko'rib bo'lgandan keyin siz yana bir xil qo'rqinchli jonliqni bu yerdan bayqay olasiz. U uzunligi 2 metr, eg'irligi 50 kilogramm keladigan dal shu boshqalar deydigan odam yeydigan g'alati maxluq. Amaliyotda u g'alati maxluq emas, balki bir xil 8 oyoq. Ular to'plashib turib ovlaydi. Agar ovlagan o'g'il qo'rsoq to'ymasa, o'zidan kichik bo'lgan o'xshash tipliklarni yeb turib qo'rsoq to'yg'izadi. Cho'kib 1300 metrga kelganda biz eng maxluq nuqtaga yaqinlashamiz. Bu joyning ismi bo'lsa Cho'nqir dengiz Gugum rayoni. Bu joyda siz jonliq borligini o'ylab baxmagan qo'ydingmi? Amaliyotda bu joyda jonliq bor. Ammo u jonliq biz odat ko'radigan jonliqlarga asla o'xshamaydi. Ular xuddi tashqi bilan jonliqlardek tuyg'uni siz beradi. Chunki bu joydagi 93% jonliqning hammasi asosan nur tarqatish orqali aloqa qiladi. Bu ibtidoiy va sirliq aloqa qilish usuli dal yer sharidagi eng dastlabki bir xil til. Ammo bizning bu xil nur orqali aloqa qilish usuli bo'lgan tushunchamiz yanada chekli. Antarktida mana shunday sirliq joy. Ammo bu sirliqlik hargizmi ma'lum qil sirliq kuchning boshqarishi bilan munosabatli emas. Balki bu joydagi o'zgacha jonliqlar to'pi va insonlarning bayqay olmagan tabiiy hodisalardan.